Ushbu loyiha Biznes rivojlantirish banki bilan hamkorligida Andijon viloyati Izboskan tumani Manguberdi MFE 94-ka sonli konturda amalga oshirilmoqda. Bu yerda kungaboqar o'simligi ekilgan. Maydon hajmi jami 10 gektariga. Bunda uzunligi 500 metr, bo'yi 200 metr. Bir tomoni fermer xo'jaligi bilan chegaradosh, bir tomoni tutzor, bir tomoni aholi xonadoni bilan chegaradosh, yana bu tomoni fermer xo'jaligi bilan chegaradosh. Bu yerda yana ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirda ekinlar unib chiqqan. Zangga qarshi zaharlar sepildi. Ekinlar yetishtirish 3 oy davom etadi. Yetishtirish jarayonida sug'oriladi, tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyihaga 68 ta dehqon xo'jaligi biriktirilgan. Har bir dehqon uchun o'rtacha 15 sotidan yer maydoni to'g'ri keladi. Loyihani samarali amalga oshirish uchun lider tadbirkor Manguberdi Mirishkori MChJ ishlab chiqarish kooperativi biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan 2 tonna, jami 22 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Mazkur ekin yig'ishtirib olingandan so'ng ikkinchi ekinga ham yuqori daromadli ekin turi ekish orqali yer egalari daromadini yanada oshirib boriladi.